Assalomu alaykum barchaga. Bugun aynan biznesmenlar muammosiga yechim berishga harakat qilamiz. Bu video kimlar uchun? Biznesini tizimlashtirish xohlagan, biznes degani biznes degani. Siz ham biznes ishlashni xohlayotgan bo'lsangiz, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Siz bunga yechim topasiz. Nimaga deganda juda ko'pchilik insonlar keladi, konsultatsiyamizga keladi, darslarimizga qatnashadi, o'sha individual shogird bo'ladi. Asosiy maqsadi nima bo'ladi desangiz, ularning asosiy maqsadi eng katta bosh og'rig'i biznesini tizimlashtirishga qiynalayotgan bo'ladi. Biznes kattalashgan sari tizimlashmagan bo'lsa, sistemaga ya'ni solinmagan bo'lsa, u naborot, ya'ni insonga, biznesmenga bosh og'riq, qiyinchilik paydo qilish boshlaydi. Juda ko'pchilik insonlar shuning uchun ham biznesni masshtablashtira olmaydi, kattalashtira olmaydi, kichkinaligicha qolib ketadi. Sababi tizimlashmagan narsani kattalashganda, ya'ni muammolar shunchalik ko'payib ketadiki, oldin kichkina bo'lganingizda u muammolarga yechim topayotgandingiz, u muammolar siz hal qilishingiz qiyin bo'lmayotgandi. Endi siz kattalashtirgan sari, ko'paygan sari, filiallar soni oshgan sari, katta zavod yoki zavodlaringiz soni ko'paygan sari, katta bir kompaniya qilaman deganingizda tizim yo'qligi sizga pand berish boshlaydi. Siz butkul o'zingizni biznesga band qilib qo'yishingizga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham biznesmen agar tizimga o'tmaydigan bo'lsa, borib u biznesidan zada bo'lishga sababchi bo'ladi va u biznesni naborot maza qiladigan faoliyat emas, faqat pul topish uchun, faqat shu daromad manbai uchun qilishga sabab bo'ladigan bir faoliyatga aylanadi. Endi tizimlashtirishni nimadan boshlash kerak desa, tizimlashtirish 11 ta bosqichdan iborat. Bu nimaga o'xshaydi? Bu mexanik soatga o'xshaydi. Mexanik soatda nima bor? Ichida maxaviklar bor, ya'ni bir-birini aylantiradigan kichkina maxaviklar bor. Va u soni aniq va u bir-biriga to'g'ri kiygizilgan bo'ladi. Siz faqat soatni quloqni burganingizda maxaviklar ishga tushib ketadi va bir-birini harakatga keltiradi, natija bo'laveradi. Biznesda ham xuddi shunaqa. Sizda to'liq ichida yo'l qo'yishingiz kerak, bilishingiz kerak bo'lgan 11 ta instrument bor va 11 ta instrumentni hammasini bilishingiz shart. Qanaqa ishlaydi, qanaqa amalga oshiriladi va instrumentni qayerdan boshlab, qayerdan tugatish kerak, hammasini bilishingiz kerak va uni bir-biriga to'g'ri kiygizishingiz, to'g'ri yo'naltishingiz kerak bo'ladi. Shundagina sizda boshqaruvni, sifatli boshqaruv paydo bo'ladi va biznesingiz tizimga aylanadi. Ya'ni tizim qachon paydo bo'ladi? Agar siz biznesingizda subyektiv faktorni yo'qota olsangiz, biznesda hech kimdan, sizdan boshlab umuman hech kimga bog'liqlik joyini yo'qota olsangiz, faqat hamma narsa obyektiv ishlaydigan bo'lsa, ana unda siz o'zingizni biznesingizga mana biznesim tizimlashibdi desangiz bo'ladi. Ya'ni mezon nima, tizim bor, tizim yo'q, kompaniyani mezoni qayerda desa, bu subyektiv faktor bor yo yo'qligida. Siz bor bo'lsangiz ham, yo'q bo'lsangiz ham yoki har qanday xodimni almashtirish imkonini beradigan tizim yaratganingizda, siz o'zingizda tizim yaratman desangiz bo'ladi. Buning uchun qadamlarni aytib o'tamiz. Ya'ni birinchi qadam nimadan boshlash kerak? Har qanday biznesda birinchi qadam bu marketingdan boshlanadi. Ya'ni marketing, biznes marketingdan boshlanadi, komanda buxgalteriyadan boshlanadigan bu biznesning eng katta oltin qoidasi hisoblanadi. Agar siz biznesingizni marketingsiz boshlansangiz, sizda nima problema paydo bo'ladi? Ishlab chiqarilgan mahsulotingiz realga bo'lsa ham ketmaydi, skidka berasiz, ketmaydi, reklamalaringiz ish bermaydi, borgan sari savdolaringiz tushib ketadi. Ya'ni sizda marketingni tushunmasdan, bilmasdan bu narsani yo'l qo'yganingiz mana shu muammolarni endi ketma-ketlik oshib borishga sabab bo'ladi. Va borib biznesni yopasiz. Marketing bilishingizda asosan 3 ta blokka bo'linadi. Bilib olishingiz kerak bo'lgan narsa. Birinchi, kuchli beta-cross savdo taklifini yarata olishingiz kerak. Analizda 4 ta analiz orqali. Ikkinchisi, to'g'ri bozorda pozitsiya hosil qilishni bilishingiz kerak. Bo'lmasa siz klientni qochishiga sababchi bo'lasiz. Va uchinchisi, klientning qisqa ro'yxatiga kira olishingiz kerak. Ya'ni klient, har qanday klient hozirgi kunda mijozlar iste'molchidan tanlovchiga o'tib bo'ldi. Biz hozir tanlovchilar asrida yashayapmiz.
shunchalik tovarlar ko'payib ketdiki, odamlar uje iste'molchi emas, har bitta tovarni uyda o'tirib tanlaydi. Siz miyasida bo'lmasangiz, qisqa ro'yxatida bo'lmasangiz, bo'ldi, siz tanlamaydi va hamma yoqda reklama qilayotgan bo'lsangiz, sizni tanlamagani uchun savdolarga bu ta'sir qilmaydi. O'shaning uchun marketing vazifasi 3 ta narsada sizga yordam berish kerak. To'g'ri BST deydi, betakror savdo taklifi yaratishga, ya'ni boshqalardan farqli bo'lishingizga. Ikkinchi, o'sha farqingizni to'g'ri pozitsiya hosil qilib, bozorga to'g'ri pozitsiya bilan kirishingizga va uchinchisi, yuqorida aytgandek, qisqa ro'yxatga, ongiga kirishingizga yordam beradi. Buni qilganingizdan keyin endi sizga nima kerak desa, idealniy biznes model yaratishga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni betakror o'zingizni biznes modelingizga ega bo'lish kerak. Agarda siz noto'g'ri biznes model bilan ish boshlagan bo'lsangiz, sizda nima bo'ladi? Masshtablashtirish imkoniyatini bermaydi. Ya'ni biznes tizim masshtablashtirishga yordam berish kerak. Siz noto'g'ri biznes modelingiz, masalan, bitta do'kon ochasiz, do'koningizda noto'g'ri biznes model bilan boshlagan bo'lsangiz, unda sizda 10 ta, 100 ta, 1000 ta do'konlar qilish imkoniyati bo'lmaydi. To'sgan bo'ladi. Biznesda modelingizni noto'g'ri tanlagan. Ya'ni to'g'ri sotuv uslubini shakllantirganingizda biznes model paydo bo'ladi. Ya'ni biznes model nima beradi? Kam xarajat bilan ko'p foyda olish imkoniyati beradi. Siz maksimal tikkan pulingizga nisbatan foyda olish qaysi modelda ekanligingizni oldindan bilishingiz kerak. Va shu model bilan biznesingizni yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda sizda bemalol masshtab paydo bo'ladi. Uchinchisi, siz uzoq muddatli endi strategiya qilishni bilishingiz kerak. Va ko'p kompaniyalarni hozirgi kunda juda ko'p mana konsultatsiyaga keladi, individualniy kursida o'qiydi. Tizim qila olmasligining eng katta muammosi modeli bor. Marketingni qilishni biladi, lekin uzoq muddatli 3 yil, 5 yil, 10 yil, 100 yillik strategiyasi yo'q. Samsung kompaniyasi nima uchun gigant kompaniya? Chunki hozirgi kundan 200 yil keyingi nima mahsulot chiqarishi, qanaqa strategiya qilishi, bozorda qanaqa o'zini tutishi bo'yicha, qanaqa qilib birinchilikni bermaslik bo'yicha u oldindan strategiya qilgan. Tadbirkorlarimiz ko'pida 1 yillik rejasi ham yo'q. Bu yil qancha o'sish qilmoqchisan, qancha bozorni axvat qilmoqchisan, necha foiz bozorni egallamoqchisan, qanaqa qilib egallamoqchisan, nimalar evaziga, strategik maqsadlaring nimadan iborat bo'ladi? Bu haqida so'rasangiz, umuman tushunchasi ham yo'q va bu haqda amalga oshirishni yo'lini ham bilmaydi. Endi strategiya qilishning 3 ta bosqichda, ya'ni iborat bo'ladi. Birinchi, uzoq muddatli istiqbol belgilashingiz kerak. Ikkinchi, sizda missiyani tashkil toptirishingiz kerak kompaniyada va kompaniyada komandani missiya atrofida yig'ishga harakat qilish kerak. Shundagina sizda strategik maqsadlar paydo bo'ladi va shundagina siz bemalol uzoq muddatli strategiya qurishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bozorni egallash, konkurensiya qilish uchun kuchli strategiya bor. Ya'ni himoya strategiya bo'lsa, hujum strategiya bo'lsa yoki flangoviy ataka deydi. Uchta qaysi biri sizga to'g'ri kelsa, o'sha strategiya orqali bozorni to'liq axvat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ana undan keyin mana shu 3 ta narsa har qanday biznesni fundamentini mo'shni bo'lishiga, fundamentini zo'r bo'lishiga yordam beradi. Agar 3 ta narsa bo'lmasa, demak siz biznesingizda fundament yo'q degani. Bu xuddiki uy qurdingiz, uyni fundamenti yo'q. Bez fundament uy qurganga o'xshaydi. Endi u bez fundament uy qursa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin uni nima xavfi bor? Mabodo zilzilalar bo'lsa, birinchi navbatda sizning uyingiz qulab tushadi. Bu nima degani? Agar biznesda konkurensiya jo'ski bo'lsa, mana hozir massivni Xitoy kirib kelyapti. Massivni agar xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lsak, yana ham konkurensiya, raqobat kuchayishiga sabab bo'ladi. Sizni fundamentingiz baquvvat emasmi? Bez fundament uy qurdingizmi? Bo'ldi, birinchi siz bozordan chiqib ketasiz. O'shaning uchun ham mana shu 3 ta narsani 100% bilishga harakat qilish kerak. 100% bu narsani tushunmasangiz, uzoq muddatli bir katta kompaniya va tizimni T harfi ham bo'lmaydi sizda. Umuman tizimni orzu qilmasangiz ham bo'ladi. Agar endi shu narsani qildingizmi, endilikda siz org strukturani idealni tuzish va biznes proseslarni to'g'ri bir-biriga nalajit qilish, ya'ni bog'lashni bilishingiz kerak. Maksimal ravishda har qanday biznes ideal bo'lish uchun 7 tagacha biznes proses bu normal hisoblanadi. Agar sizda biznes proseslar ko'payib ketadigan bo'lsa, siz o'sha xarajatlaringiz ko'payishiga sababchi bo'lasiz
va maksimal foyda ola olmaysiz. Agar qisqartira olmasangiz, уже sizda ideal biznes model ham paydo bo'lmaydi. O'shaning uchun ham biznes prosesslaringizni, biznes jarayonlaringizni maksimal ravishda kartasini tuzib olishingiz kerak va bir-biriga bog'lashingiz kerak. Shunda biznes prosesini ijro qiladigan sizda ideal org struktura paydo bo'ladi va org strukturangiz sizni kompaniyangizni masshtablashtirishga yo'naltirgan org strukturani tuzishga imkoniyat beradi. Org strukturada ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa, org strukturangiz 3 ta pul paydo qilishga yordam berish kerak. Kechagi pullar bor biznesda, bugungi pullar bor biznesda va kelajakdagi pullar bor. Agar shu 3 ta pulni doim org struktura ta'minlab bersa, biznes har doim yashovchanligini saqlab qolaveradi. Ya'ni bugun ham bor, kecha bor edi, bugun ham bor bo'ladi va ertaga ham bor bo'ladi. Agar org struktura shu 3 ta narsani ta'minlab bermasa, siz tuzgan org struktura demak ideal emas va uzoqqa bormasligingizga bu sabab bo'ladi. Undan keyin esa sizda endi moliyaviy boshqaruv, ya'ni siz biznesni raqamlar bilan, uje hisobotlar bilan boshqarish bilishingiz kerak, balans sheetni bilishingiz kerak, pul oqimi hisobotini bilishingiz kerak, foyda va zarar hisobotini chiqarishni bilishingiz kerak va sotuv hisobotlarini yo'lga qo'ygan bo'lishingiz kerak. Biznesni pul bilan, emotsiya bilan emas, biznesni raqamlar bilan boshqarish etapiga o'tishingiz kerak. Shuning uchun siz bu etapda biznes modelingizni moliyaviy modelini tuza olasiz. Biznes budjet orqali boshqarishni o'rganasiz. O'shaning uchun ham fin model deydi. Ya'ni moliyaviy modelingiz bo'lmasa, moliyaviy boshqaruv orqali biz boshqarmasangiz, emotsiyaga albatta berilasiz va noto'g'ri qarorlar qabul qilishga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ham bu уже keyingi etap hisoblanadi. 5-etapda nima qilish kerak? Endi xodimlar boshqaruvida zo'r bo'lish kerak. Xodimlarda 5/95 qoidasi bor. Mana shuni ideal formatda bilishingiz kerak. 5% bu har doim komanda bo'ladi, 95% bu kollektiv bo'ladi. Va kollektiv ham ikkiga bo'linadi, 80 ga 15. 80% bu umumiy kollektiv, 15% bu banda bo'ladi. Kompaniya egasini, rahbarini asosiy vazifasi 5% ni missiya atrofida shakllantirish va 95% ni maksimal kollektiv qilishga, ya'ni 15% o'sha bandani tozalab turish vazifasini shug'ullanish kerak. Agar komanda kuchli bo'lsa, o'sha 80% ko'proq komandaga qo'shilishga harakat qiladi. Agarda banda kuchli bo'lib, komanda biznes egasi, rahbar slab, ya'ni kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, bilimi, tajribasi, boshqaruv ilmi bo'lmaydigan bo'lsa, bandalar ko'payishiga sababchi bo'ladi va kompaniyani u bankrot bo'lishiga olib keladi. O'shaning uchun xodimlar boshqaruvida mana shu qoidani siz chuqur bilib va shu qoida asosida komandani shakllantirsangiz, kuchli komanda, kuchli jamoa shakllanadi. Agar sizda faqat pul uchun emas, sizga haqiqiy missiyangiz atrofida yurish xohlasangiz, 5% faqat kuchli komanda qilishingizga harakat qiling. Bu haqda endi chuqur bilmoqchi bo'lsangiz, endi nima xodimlar boshqaruvi bo'yicha ilmingizni oshirishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun keyingi etap bu xodimlar boshqaruvi ilmi hisoblanadi. Undan keyingi etap esa endi sotuv bilimini bilishingiz va sotuvlarni tizimini yaratishingiz hisoblanadi. Sotuv tizimida 6 ta tizim bor. Birinchisi ko'proq mijozlarni jalb qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi ko'proq mijozlar bilan shartnoma tuzishingiz ilmi tizimini yaratish kerak bo'ladi. Uchinchisi ko'proq o'sha shartnomalar evaziga ko'proq sotuvni amalga oshirish tizimini. Undan keyingisi ko'proq ulardan pul olish tizimini yaratishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin ko'proq qayta sotuvlarni amalga oshirish va 6-si kamroq xarajat qilish tizimini yaratishingiz kerak bo'ladi. Agar mana shu 6 ta tizimni yaratsangiz, sizda kompleks sotuv tizimi yaratilgan bo'ladi. Agar bittasi bo'lsa, ikkinchisi bo'lmasa, ikkinchisi bo'lsa, uchinchisi bo'lmasa, to'laqonli sotuv tizimi paydo bo'lmaydi va sizda doimiy pul oqimini yaratishga bo'lgan muammoni hal qila olmaysiz. Siz kassiv rezervlar baribir paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bir zo'r savdo bo'ladi, bir tushib ketadi. Bir klientlaringiz davolli bo'ladi, bir nedavolli bo'lishi evaziga baribir sizda mukammal pul muammosini yechmasligiga sabab bo'ladi. Mana shu narsa 8 ta etap butkul kompaniyani уже pul oqimini yaratishga, xodimlar boshqaruvga, moliyaviy boshqaruvga, to'g'ri marketing va ideal biznes model va uzoq muddat strategiya paydo bo'lganda
biznes birlamchi уже tizim paydo bo'lgan bo'ladi. Shuni ketma-ketlik asosda qilsangiz, tizimni qurasiz. Endigi vazifa nima bo'ladi desa, endigi vazifa biznesingizni diagnostika va audit qilishni bilishingiz o'ta muhim bo'ladi. Bu nimaga o'xshaydi? Katta kompaniyalarda bu har qanday biznesda endi marketing, xodimlar boshqaruvi va moliya boshqaruvida qoidalarni bilishingiz muhim bo'ladi. Chem o'sha sohani tushunishingizdan, bilganingizdan ko'ra. Bu nimaga o'xshaydi? Endi siz tizim deganda bu mashinani dvigateli ham bor, baloni ham bor, skorchi ham bor, roli ham bor. Hamma tizim, yuradigan tizim yaratdingiz, faqat benzin qo'ysangiz yuradi. Endi siz shofersiz, shu mashinani boshqarishingiz kerak. Ya'ni biz boshqaruv degani shu shofer degani, shofyor. Endi mashinani boshqarish uchun yana nima kerak bo'ladi? Siz yo'l harakat qoidalarini ham bilishingiz kerak. Agarda siz manzilga sog'-salomat boraman desangiz, yo'l harakat qoidalarini buzsangiz, har qanday mashinangiz zo'r bo'lsa ham avariyaga uchrasa, sizni yo'lingizda to'xtab qolishingizga va bankrot bo'lishingizga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham 50 ga yaqin nima bor? Yo'l harakat qoidalari bor. Shuni biznesda ham marketingga qancha pul sarflash kerak, rezerv kapital qancha bo'lish kerak, qarz majburiyatlari, tovar oborot qanchasidan oshib ketmasligi kerak, sotilmagan tovarlar qanchasidan oshib ketmasligi kerak. Agar oshib ketsa nima qoidani qilish kerak, xodimlarga qanaqa KPI qo'yish kerak, marketingga qanaqa instrumentlarni qo'llash kerak. Uni hammasini o'sha qoidalarga rioya qilsangiz, siz idealniy, sizda nima bilim paydo bo'ladi. Endi mana shu qoidalarni ham bilib oldingiz. Endigi vazifa nima bo'ladi desa, endigi vazifa sherikchilik va investitsiya jalb qilish ilmini bilishi shart bo'ladi. Nimaga deganda, o'zimni pulim bilan boy bo'laman, o'zim pulim bilan masshtablashaman desangiz, endi xato qilasiz. Tizim yaratdingizmi? Endi masshtablashtirish uchun iloji boricha tezroq bozorni egallashingiz kerak. O'zingizni pulingiz har doim kam bo'ladi. Shuning uchun ham sherik bilan ishlash va investorlar jalb qila olish bilimi bo'lishi shart. Investitsiya jalb qilish bilimi bu eng katta bilim hisoblanadi. 3 ta bilim bor biznesda. Birinchisi muzokara olib borish san'ati, kuchli komandani qura olish san'ati va uchinchisi investor jalb qila olish san'ati. 20 ga yaqin investitsiya jalb qilish yo'llari bor, instrumentlari bor. Buni hammasini bilib olib, qaysi forma sizga qaysi to'g'ri kelishini tushunganingizdan keyin mana shuni yo'lga qo'ysangiz, shunda tezroq bozorni egallashingiz imkoniyati bo'ladi. Undan keyingi etap endi nima? Siz anti-krizisni programma уже 10-narsa bilishingiz kerak. Sizni tizim qurish uchun haqiqiy krizisga qarshi dasturlar tuzib qo'yishingiz shart. Nimaga? Biznes zo'r ketayotgan paytda sizga eng katta xavf endi krizislar paytida bo'ladi. Nimaga? O'sha krizga tayyor bo'lmasangiz, sizni sindirib qo'yish har qanday gigant kompaniyalar ham, milliardli kompaniyalar ham krizga tayyor bo'lmaganda bankrot bo'lish holatini ko'rganmiz. 2008-yil ipoteka krizi, Amerikadagi mana degan milliardli kompaniyalar ham bankrot bo'lishiga, 2014-valyutni krizis, juda ko'p mana yonimizdagi Qozog'istonlik kompaniyalar bankrot bo'lib ketishiga va mana pandemiyadagi krizis 2021-yildagi juda ko'p kompaniyalar yopilib ketishiga sabab bo'ldi. Hozir mana 2025-26-krizis bu недвижимостьga ta'sir qilgan eng katta krizislardan biri bo'ldi. Siz oldindan shunga krizga qarshi dasturni bilmasangiz va uzoq muddatli shunaqa dasturlaringiz bo'lmasa, bo'ldi. Bu ham sizni tizimingizni buzib borishga, uzoq muddat siz bozordan sizsiz ham ishlaydigan tizim yarata olmasligiga sabab bo'ladi. Ana undan keyin oxirgi qadam endi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, maksimal ravishda biznesda avtomatizatsiya qilish yo'lini bilishingiz kerak. Inson omilini, inson faktorini iloji boricha kamaytirish uchun avtomatizatsiya qilish va avtomatizatsiya etaplarini bilish kerak. 3 ta etapda avtomatizatsiyani amalga oshirish kerak. Birinchi navbatda siz marketingni avtomatizatsiya qiling, ikkinchi navbatda xodimlarni avtomatizatsiya qiling va uchinchi navbatda buxgalteriyani avtomatizatsiya qilishga harakat qilishingiz kerak. Mana shuni amalga oshirganingizda sizda xarajatlar kamayishiga va kam insonlar bilan ko'p ishlarni bajara olish darajasi paydo bo'ladi. Chunki kelajak faqat avtomatizatsiya, kelajak IT-lashgan kompaniyalar bozorda qolishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni ruchnoy mashinalar oldin paydo bo'luvdi, keyin nimaga o'tdi? Avtomat korobkaga o'tyapti. Undan hozir yana robotlarga o'tib ketyapti. Ko'ryapsizki, revolyutsiya qatga
qarab o'zgaryapti. Ya'ni evolyutsion rivojlanishda oddiy mashinani ko'radigan bo'lsak ham, borib shopirsiz mana mashinalar chiqyapti. Xuddi shunaqa inson omili kam ishtirok etadigan faoliyatni tuzishingizga imkon beradi. Agarda sizda mana shu 11 ta qadamni chuqur bilishni xohlasangiz, har bir qadamni bilish imkoniyatini ega bo'lish bo'lsa, bu albatta MBA darajadagi bilim talab qiladi. Ya'ni bu Master Business Administration deydi. Bu 4 yil, 5 yil Harvardlarda ham katta kompaniyalarni mana shu ilm bilan bergani uchun ular shunaqa darajaga chiqqan. Ya'ni xalqaro IPO ga chiqadigan, xalqaro kompaniya, brend bo'ladigan kompaniya bo'lishiga yordam beruvchi tizim hisoblanadi. Siz ham shu tizim haqida batafsil bilish xohlasangiz, bizda albatta bunga yechim bor. Bizda 1 yillik kursimiz bor. Mana shu 11 ta yo'nalishni batafsil tushuntiradigan 1 yil davomida. Endi 4 yil siz institutda o'qimaysiz, 4 yil siz bu bilimga vaqt sarflamaysiz. 1 yil davomida parallel biznesda ishlab turib, bemalol mana shu tizimni o'zingizga joriy qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunda sizda haqiqiy kompaniyani masshtab qila oladigan, brend yarata oladigan, xalqaroga chiqaradigan bir yaxshi bir kompaniya bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda silkasini qoldiramiz. Bu haqda batafsil ma'lumotlarni o'sha individual 1 yillik kursimizdan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, 11 ta narsani aytaman. Marketing, biznes model, strategiya, sifatli org struktura va biznes proseslarni to'g'ri boshqarish, moliyaviy boshqaruv, xodimlar boshqaruv, sotuv tizimini qurish va diagnostika, audit qilish, shu bilan birga sherikchilik, investitsiyani jalb qilish va anti-kriz programma tuza olish va avtomatizatsiya qila olishlik. Mana shu 11 ta tizim haqiqiy bir-biriga endi bog'laganingizda idealniy sizda tizim paydo bo'ladi. Ko'p qisqa muddatli kurslarga borganda qisqa muddatli ko'pchilik natija oladi. Nega tizim qura olmaydi desa, mana shu hammasini ola olmagan bo'ladi. Qaysidir kursda siz sotuvni olasiz, qaysidir kursda marketing, qaysidir kursda HR to'g'risida olasiz, qaysidir kursda sotuvni olasiz. Lekin sizda kompleks hammasi bo'lmaganligi uchun baribir siz ma'lum bir darajaga chiqqanda to'xtab qolishingizga sababchi bo'ladi. O'shaning uchun ham qisqa muddatli 1 oylik, 2 oylik, 3 kunlik kurslarda bu tizimni kompleks berish imkoniyati yo'q. Mana shunga yechim sifatida biz mana shu 1 yillikni tashkil qilganmiz. Sababi shu. Izohlarda yana qoldiring. Qanaqa mavzular sizga biznesmenlarga qiziq bo'ladi? Qaysi biznesni qaysi qirralarini ochib bersak, sizga sotuv tizimini qurishni ochib beraylikmi? Xodimlar boshqaruv qizimi yo moliyaviy boshqaruv qizimi yoki ko'proq sizga sherikchilik qizimi, investitsiya jalb qilish qizimi, investor bilan ishlash qizimi? Mana shu narsalarni qaysi biri qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, mazkur videoyimizni pastida albatta izohlarda qoldiring. Bunga biza ko'rib chiqib sizga mana shu haqda batafsil videolar tayyorlashga va siz bilan buni bo'lishga harakat qilamiz. Azizlar, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'lasizlar.